Minecraft, lekin men o'zim xohlagan mobga aylana olaman. Kelinglar, birinchi bo'lib biz mana bunda tekshirib ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Buni oldiga borsak bo'ldi. Mana bunaqasiga ozgina sakrab olish kerak. Qani, oldigimi yo'qmi ko'ramiz. Bunda bossak, yo'q, hali olmamiz. No, qaranglar, hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Yo'q. Qani to'tiqushimiz qani bizani? Kelinglar, mana bunga aylanamiz birinchi bo'lib. To'xta kirisa. Qayerga ketib qolsan? Opa, bo'ldi, oldik. Qaranglar, endi men sizlarga ko'rsatib beraman. Opa, bundoq qilamiz. Va mana bu hayvonni nomi esimdan chiqib qoldi, lekin biz уже moblarga aylandik. Mana ko'rib turganinglarda yana o'tiramiz-da. Shunday bosib, bundoq qilsak, yana blue yerga aylanamiz. Let's go. Короче, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Bizning asosiy maqsadimiz eng katta moblardan bittasiga aylanish. Ko'ramiz, qaysi mobgacha bora olamiz. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozib qoldiringlar, qaysi mobga aylana olaman eng kattasi. Короче, eng gigant qaysi mobga aylansak bo'ladi biza. Xo'p, bu yoqqa chiqamiz, taruschalarni olamiz. Kanalim rivojlanishi uchun like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki tezroq 2000 ta bo'lishimiz kerak. 2000 ta bo'lishimizga ham ozgina qolibdi. O'zinglarni hissinglarni qo'shib, mana nima? Obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lgan bo'lardim. Mapda menimcha suv bor. Qani, suv bor ekan. Let's go. Uchib ketamiz. Bu yoqda moblar kam, o'shaning uchun ozgina moblar ko'proq joylarga borishga harakat qilib ko'ramiz. Balki sigirlar toparmiz va o'shanga o'xshagan narsalar. Men bolachasini qaranglar shirligini. Mayli, xo'p. Qaysi tomonga yursa normalniy bo'ladi? Men yaxshi joy topolmayapman cho'ta. Ikkalinglar mana shu tomon. Men bularni olsak, hozir bambuklarni ulardan cho'p yasasak bo'ladi-da. Keyin cho'pdan problema bo'lmaydi bizga. Let's go. Уже qornim ochdi. Biza ovqat ovlashimiz ham kerak. 8 ta kam baribir yana olamiz. Opa, 13 ta. Ko'proq olib qo'yamiz, kerak bo'lib qoladi, nimadirlarga ishlatamiz baribir. Men bu eng asosiy narsa, buni yordamida biz o'sha moblarga aylansak bo'ladi, aylana olsak. Xo'p, let's go, bambuklarning orasidan ketamiz. Men o'ylayman, panda chiqib qolsa, pandaga aylansak ham bo'ladi. Pandani shunday olamiz va pandaga bemalol aylana olamiz. Let's go. O'shaning uchun bambuklarning orasidan pandalarni qidirish kerak. Kung fu pandani topsak, kung fu pandaga aylansak bo'ladi. Mana bu qushga aylanib ko'rish kerak. Let's go. To'tiqush. Opa, bo'ldi. To'tiqushni oldik. Mana panda omadimizga keldi. Hozir men sizlarga ikkalasiga ham aylanib ko'rsatib beraman. Qani? Opa, bo'ldi. Pandanikini ham oldik va sizlar tayyor bo'lsanglar, men hozir ochuvroq joyga chiqaman va pandaga aylanib sizlarga ko'rsatib beraman. Men cho'ta qanaqadir bambuklar vodiysiga tushib qoldimmi bilmayman. Opa, bundoq qilamiz, kelinglar, 100 tomonimizdan va panda. Let's go. Mana chista haqiqiy panda bo'ldik, qoldik. Opa, bundoq qilar ekanmiz-da, mana qilib yuraveramiz. Let's go. Obunachilar ko'ryapsizlarmi? Mana buni zo'rligini panda. Endi kelinglar, to'tiqushga aylanamiz. Opa, o'qdi, qizil to'tiqush. Uchamiz, uchsak bo'lar ekan. Yaxshi. Balandga uchadimi yo'qmi bilmayman, lekin uchib hozir boshqa moblarni qidirsak ham bo'ladi. Eng zo'r arini topish kerak. Ariga aylansak, ana cho'chqa. Mayli, cho'chqa aylanmay qo'yamiz, qo'yinglar, tinchlik kerak. Va biz ozgina yurishimiz kerak, lekin yurishi вообще sekin ekan-ku. Chidasak bo'ladi. Sizlar biz uchib boshqa mob topgunimizgacha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bizga katta motivatsiya va bundanda zo'r videolar chiqarishimda sabab bo'ladi. O'shaning uchun ham hozir o'zida likelarni dirsilatib tashuringlar. Mana shu tomonga yuraveramiz. Qaysi tomondan keluvdik o'zi? Eslolmayapman. Mana shu tomondan keldikmi bilmayman. Davay, mana shu tomonga yurursak, balki yaxshiroq narsalar chiqib qolar. Opa. Uchib boramiz. Kelinglar, ozgina mining qilib olaylik men bitta. Bizga daraxt kerak. Hozir men bitta daraxt olamiz-da. O'tirib olib, davay oddiy odamga aylanamiz, ya'ni blowerga. Let's go. Endi men buni olamiz. Va biz bitta kirka, bitta topor ili o'zimizga kerakli qolgan narsalarni yasab olamiz. O'shandan keyin menimcha выживать qilsak bo'ladi. Xo'p, ularni maydalashimiz kerak. Menimcha yetib qoladi. Xo'p, bam. Buni qo'yamiz va biz bambukdan yasasak bo'ladi, cho'p yasasak bo'ladi. Mana. Xo'p, hammasiga cho'p olaveramiz, chunki bambuk bizga kerak emas, bambuku cho'pi kerak. Xo'p, bambukdan yana boshqa narsa yasasak ham bo'ladi, ya'ni blok. Bambuku bloki, lekin bizga hozircha kerak emas. Ato uy qursak yo nimadirlar qotganimizda kerak bo'ladi, lekin hozircha umuman bizga keraksiz. Va bularni olamiz. Shaderga necha 10 dan necha qo'yasizlar, mana chiroyliligini qarasanglar, mana bulutlarni, mana atroflarni mana bu o'tirsanglar yaltiraydi mana bular. O'sha 1 dan 10 gacha baho berib ketinglar kommentariyada shaderga necha qo'yasizlar. Va bularni olishda davom etamiz. 9 ta bo'ldi. Kelinglar bir to'la pechkaga ham yig'ib ketaveramiz.
Uning uchun birinchi navbatda yasab olishimiz kerak. Mana bunaqa qilib, bitta topor yasaymiz. Eskisini tepaga tashlab yuborsak ham bo'ladi. Mana bo'ldi. Xo'p, endi tezroq qilamiz, nimaga aytsanglar, chunki уже biz toshdan kirka olib oldik va toshdan topor ham olib oldik. Endi tezroq bo'ladi, ishimiz tez bitadi. Mana ko'rayotganinglardek 14, 15 ta bo'lgan bo'lsa 16, 17, 18, 19, 20 ta. Yaxshi bo'ldi. 20 ta yetadi. Endi verstagimizni olamiz va dalshi yana hayvon qidirgani suramiz ketdi. Men qo'y, ya'ni o'shanga o'xshagan narsalar ham topishim kerak, chunki qorin ochdi. Qorin to'ydirish uchun bizga qo'y yoki boshqa hayvon kerak. Sigir ham bo'laveradi, qo'y ham bo'laveradi yoki qanaqadir ekin ili qanaqadir qishloq topishimiz kerak. O'sha qishloq topsak, qishloqda bemalol non yoki boshqa narsalar bo'ladi. O'shalarni olib qorin to'yg'izsak bo'ladi. Mana echkicha qora qo'shqorga aylanamiz adashmasam. Opa, bo'ldi. Qani endi o'tirib olamizda sekin sigirga, ya'ni qo'yga aylansak ham bo'ladi. Mana kattagina oppoqqina qo'yga aylandik. Ketdi, let's go. Qo'y bo'lib yurib ko'ramiz. Menga eng yoqmaydigan biom mana shu. Mana bu to'g'rimda turgan. O'shaning uchun bu yoqdan suramiz. Ya'ni menga yoqmaydigan biom bo'lgani uchun bu biomdan uzoqroq yurishim kerak. Chunki menga yoqmaydi. O'zim o'ldirsam bo'larmikin? Nima deysizlar? O'zim o'ldirib go'shimni yeb o'tirsam bo'ladimi? Menimcha bo'lmasa kerak. Xo'p, tepaga chiqamiz. Let's go. Sal uzoqroq yursak, faqat changalzor menimcha endi nima deydi, oddiy o'rmonlar ham chiqsa kerak. Men bu changalzorda yurimiz. Boya kelgan joyim emasmi? Men bu yo'q, katta g'or qanaqadir bor-ku. Bu yoqdan tushsak o'lamizmi? Sekin tushsak bo'lar ekan. Yaxshi, bu baribir jonimni chekdi-ku. Davay endi oddiy bluerga aylanamiz va men bitta creeperlarni qaranglar. Creeperga aylansak ham bo'ladi. Zombi, mana zombiga aylanamiz. Oppa, zombini anonsini oldik. Nima deydi? Короче, zombiga aylana olamiz endi biz. Shaxtami? Cho'ta shaxtaga o'xshayapti qanaqadir. Men ukam, senga hali vaqtliman urgan. Ketdi hatta creeperkini ham olaylik-da. Balki bo'lar creeperkini ham olsak. Mana buni yo'qotish kerak birinchi navbatda. U bizga xalaqit beradi. Oppa, qani oldikmi? Menimcha oldik creeperkini. Xo'p, teparoq chiqib ko'ramiz. Sal uzoqroq bora olish kerak bo'ladi, chunki mazamzan qochiradi bular ko'rib qolsa. Menimcha ko'rishmadi. Hatta skelet ham bor ekan. Skeletga ham aylansak bo'ladi eslashdi. Qani creeperga aylanmabdi. Bizada oppa. Mana bu bor. Mana bu bizani bilmaydi. Короче, lekin bunga aylanmasak bo'ladi. Mana. Bo'ldi. Creeperga qoch. Bo'ldi. Biz короче creeper ham bo'la olamiz. Mana creeper. Nima qildim? Mana. Obunachilar ko'rasizlar? Biz paqillasak ham bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Sizlar pastga tushib like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Hozir men sizlarga paqillab beraman. Ketdi. Qani? Ana, ko'rasizlarmi obunachilar? Yana bitta paqillaymiz. Qarindoshim paqillab berdi o'rnimga. Davay paqilla, davay. Qani? Voy, u jonim qanaqasi yarimta qoldi? Men o'lib qolmasligim kerak. Bunda qilamiz, yeb yoramiz. Tarvuzlarni ko'proq yeyish kerak, chunki o'lib qolsam hozir bo'lmaydi, dabdala bo'ladi. O'shaning uchun qani? Yana creeper ovoz chiqyaptimi? Cho'ta men qo'rqityapti bor-ku. Men yana creepermanmi? Creeper ekanman. Creeper. Let's go. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar pastga tushib obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lgan bo'lardim. Chunki bu kanalda tezroq 10 mingta podpischik qilish kerak, 10 mingta obunachi yig'ish kerak. O'shaning uchun ham hozir pastga tushib kanalga obuna bo'linglar. Men hozir creeperman. Ya'ni creeper bo'lib ketyapman. Let's go. Chiqamiz bu yo'lga, Mahmudlarga o'tamiz. Va men hozir normalroq joy qidiryapman. Yotib qolishimizga hozir qo'ylar ham kerak-ku. Biz qo'ylarni qayerdan olamiz, obunachilar? Qo'y topish kerak ko'proq. Qayerdan topsak bo'ladi qo'y? Qo'ylar menimcha bu yerda yo'q. Lekin qornim yomon ochdi, ovqat yeb olishim kerak. Biz kechqurun nima qilamiz, uni ham bilmayman-ku. Kelinglar, aylanmagan mobimizga aylanamiz, ya'ni skeletga. Skelet mana. Bu narsa otadimi? Qani? Bam, otar ekan. Bam. Otsak bo'lar ekan, qaranglar. Men bu qo'limdagi narsa chipa bizga kamon vazifasini o'tab beradi. Oppa, bu yerga chiqamiz. Hozir o'zlarimiz nima deydi, o'zimizning qarindoshlarimizga o'zimiz hujum qilamiz. Let's go. Bu yerda qarindoshlarimiz. Ani almazmi? Cho'ta almazga o'xshayapti ani. Yo, boshqa narsami? Almaz emas. Yo'q, almaz emas ekan, boshqa narsa ekan. Davay baluga aylanamiz. Balu. Oppa. Qani baluni olsak bo'ladimi? Oppa. Menimcha oldik. Baliqqa ham aylansak bo'ladi. Qani aylanib ko'ramiz. Ketib tepaga chiqib aylanamiz. Undan keyin suvga tushib ketamiz. Let's go. Oppani. Menimcha balu bo'la olamiz biz.
Tepaga chiq, nima qilib o'tiribsan bu yerda? Qani baliq qani? Baliq yo'q-ku. Baliqni olmaymiz. No mayli, xo'p. Baliqlar kerak emas, shart emas. Xo'p, ketu anuni o'ldiramiz. Chunki bu bizning qarindoshimiz, tipa dushmanimiz. Hoppa. Qani. Hoppa. Bu menga tegmas ekan lekin. Qarindoshim. Bam. Davay. Qani. Bam. Bu lekin jonini ham ketkizmayapti menimcha. No mayli, kelinglar, mayli baliqqa aylanamiz. Baliqqa aylanib, prям dunyo kezamiz, suv tagini kezamiz. Baliq hayotida yashash ham men uchun qiziq. O'shaning uchun baliq bo'lib ko'ramiz, ketdi. Davay, qani baliqqa aylana olamizmi? Hoppa, bo'ldi. Baliqni oldik. Endi biz balugga aylansak bo'ladi. Ya'ni baliqqa qani o'tirib, suvda ekanman. Voy. Cho'ta menga xalaqit berishyapti bular. Men baliqqa aylanmoqchi edim. Hozir fikrni bitta joyga qo'yamiz, o'tirib baliqqa aylanib suvdagi ketamiz. Hoppa. Bo'ldi, ketdi suvga. Voy, suvga. Hoppa. Bo'ldi. Let's go. Obunachilar, mana, короче, baliqqa aylandik biz. Polni biyolani kezib suzib yursak bo'ladi. Jonimiz, baliq joni ham bunaqa ko'p bo'lmasdi, menimcha. Ketdi. Suzib yurishim ko'rasizlar. Suv tagida suzamiz, короче. Hoppa, bu yoqqa ham chiqamiz. It baluqmi bu, bilmayman. Hoppani suv tagidan mining qilsak bo'larmikan suv tagida, qani? Shelichi pastroq ozgina. Men bitta ozgina nima deydi? Bizga kerakli narsalar bor ekanda. Balki bularni olib bo'lar. Nima deysizlar? Qani. Yo, anuli zombilar meni o'ldirganiga o'tdimi? Surish kerak o'tdan. Cho'tta meni bular baliq his qilmay qo'ydi. Nima deydi? Baliq deb o'ylamay qo'yapti-da bular. Tepaga chiqaylik. Hoppa, bundoq qilaydi-da. Bundoq. Bu yoqqa chiqamiz. O'tar. Nima qilyapsan? Bundoq qilamiz. Bu yoqqa chiqib o'tirish kerak. O'tar kirsa. Qani, bo'ldi. Ana, normalniy. Yana o'tiramiz. Endi creeperga aylanamiz. Bo'ldi. Let's go. Endi biz dunyoni men paqillashni bosmadim lekin. O'zini-o'zi paqillab ketyapti. Xo'p, kech bo'ldi. Qorong'i bo'ldi. Biz hozir nima deydi? Hishbola qilolmaymiz baribir. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga banglatib yozib tashlanglar. Let's go. Video tugadi.